Rahmet. Tomoshabinlarimizning alqishlari shunchalik qizg'in bo'lyapti. Undaqda navbatda sahnamizda etot bo'ladimi, naqshi bo'ladimi? Meningcha qaysi bo'lsa bo'laveradi. Etot oyning 15 oydan. Qani bahlangaysizlar. Ya qo'ygan tomona. Shu ustingizning ustida qo'ygan? Nega? Ustalning ustida. Ustalning ustida qo'ygan bo'lsanglar, bu bo'libdi. Mush yo'q shunda. Ha, mush yo'q. Qanday neni o'zgartirdinglar? Mavo oldin qilaya. Ma keyindikse keyingi o'zgartgan loya. Ha, mavo oldim. Ha, ma oldingidan jiq yaxshi bo'ladi mavo. Mush bo'nch bo'laversin. Istaqlam. Bo'ldi. Oy. Menga ma qo'lingizni qo'yib bersangiz aka. Ama ishdan turibsiz, o'zingiz turib, materialni yaxshi tekshiramizmi? Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Ma'qul. Birisini izlamdingiz ya? Ha? Birisini izlamdingiz ya? Nimani izlab kelgan? Nimani? G'ayratni izlab kelgan. Ya g'ayrat deb odam yo'q. Yo'q, bu shirkat ishlaydigan g'ayrat bor. Yo'q. Bu binoda g'ayrat deb odam yo'q. Ba. Bu shirkatning xo'jayini, bu shirkatning zavodni qurgan xo'jayinchi. Ha. Bu shirkatning xo'jayini Xayzon, g'ayrat emas. G'ayrat emas, Xayzon. So'ng? Ha. Shu odam nada? Ana shu o'tirgan odam shu. Kirib chiqing. Ukam. Rahmat. To'xtang. Ha? Nakilaman. Arzimaydi. Xayzon. Kelam. Assalomu alaykum. Ha, assalomu alaykum. Ha. Va alaykum assalom. Kelam. Xayzon! Salobamisiz? Voy, salobamisiz? Men qanday loban bo'lay ukam? Hozir biz loban emas, soban bo'lib ketdik taraqshib. Ma'qul. Kirdigan taxtadek. Ma'qul. Kimligimizni bir jingli lobanda bezilmagan ekan, ismimizni atishlar. Qani xo'sh, o'ltiring. Xo'sh. Rahmat. Bering o'ltiring. Ma'qul. Uzun bo'pti. Ko'rashmigilar? Ha? O'tiring. Qanday nalarda bo'ldingiz? Kim bo'ldi? Ya? O'tiring. Ma'qul. Voy, bir erkak azat bo'lar. Nima ichsiz? Bir chil qaynoq suv. Men undan sonra qaynoq suv akirib turay. Meyada so'g'oq ichimlik bor. Unda o'z qamchan suvdan birini. Qamchan, mineral suv bor ekan, mineral suv bor ekan. Xo'sh, bu uzun bo'ldi, yo'qolib ketdingiz. Ko'rishammidoq. Qanday o'zingiz yaxshi tutdingizmi? Bilan. Ichgacha o'tiring. Rahmat. Xo'sh. Xo'sh. Kiram. Ya men udim. Yaqlar. Ma'qul. Yaqlar. Rahmat sizga, men ketay. Voy. Nim bo'ldi? Tamam. Ha, o'tiring. Ma'qul. Va erkin ozoda mana o'zingizni tashlab kamishadi o'tiring. Bu o'zingizni ishxonasizdek bunda.
Ha. Buraya yarınız ağrımda. Ya ya. Kapılmam. Ya ben ağrımda mı diyeyim? Ha? Ya mada kıran. Bu siz degan bana kandak soğudu kılışını, kandak adam oluşu ügetken ustazımsınız. Siz benim özümle aksi okşayga adam bunu tatınıp, nemi kepten ilişkimiz otursak buna tatınıp deyme. Ya ben layakasız ustaz gelmem fikam. Sizge ustaz olur salahiyetim toşmaydı o. Onda demem, onda demem. Dediniz deme. Nemi paran, nemi gep, hoş. Endi rast gap qilsam mening burun qishlarimni fikam hech kim bilmaydi o. Men shu gaplarimni sizga degani keldim, siz hech kimga demang fikam. Sizin işlerinizden hemmeden fıkıda. Ha? Hemmeden fıkıda? Jimeda fikamda? Ha. Unda emas o. O, fıkıda. Lekin siz uqmaydigansiz fikam. Ay ya ben uqmayman, men haqdan anıldım. Siz bek ahkımol, bek esil edem vaqatqa men o haqning o gaplarga ishonmadim, men faqat ishonmadim. Fikam men gapga ishonam. Bu haqiqiy bo'lgan voqea. Dan. Bu voqea bundan 7 yil burun yuz bergan. O chaqda siz hozirgidan 7 yosh kichikdingiz. Bu haqiqatan ta'sirlik voqea ekan. Shu kuni azroq shamol chiqib, yomg'ir yig'ib Götür qilgan ovoz bilan tang havo rayining chiroyi eslatlishib, xuddi Ali Babaga o'xshab qolgandi. Men shu kuni yomg'irda tayilib ketib, o'zicha polokkada bir junda o'rkiga tushib ketdim. Butun bedenim patqoqim milinib ketdi fikam. Mübarek olsun, ishni tunji qitim junda o'rkidan boshlab ekansiz-da. Endi fikam, menga shu peshkelchilik, shu xafaliq, shu ishlarning hammasi ana shu vaqtdan boshlab chaplashgan jinim fikam. Qarang aka. Bu gapni nemanda tushuniksiz, bu ig'vo beg'yor gapni qilsiz, bu avaraydan ma'lumot olib, yomg'ir yog'di, qor yog'di, guldilab ketdi deb. Gapni ochiq deng men, ishimni tushunmadim men. Ma'qul fikam, men bu ko'ngilsiz gapni endi demay. Naq gapni deyim. Yo'q. Ash gapni deysizlar, ash. Men naq gapni deyim fikam. Endi rost gapni qilsam, sizni shirkat ochdi. Nurg'un ish zavod qurdi, nurg'un ish xizmatchilarni ish qo'llashtirdi. Yetim misrlarning, g'arib qurbalarning beshini silidi, tulg'otlining beshini silidi deb anglab. Yo'q, tulg'otli yo'q. Shuna mening bir beshimni silab qo'yamdiki deb kelgan fikam. Bo'ldi mana. Çakçak mı fikam? Ben bir peşimini bundan silap qo'yam demedim. Meni bir alamda ketib kelgan. Ha, yo'q aka, unda qilsak bo'lmaydi, men unga muhabbatim bor. Endi çakçak qilmang, aytmam, ma'qulmi? Endi çakçak qilmang, eshak uylab g'ishak shapti degandek. Shuni men kammaydan birdan ishxonasiga kirganda asash emasga fikam. Yomon tasirga kirganda xijillab, bo'ldi qiling ketayman bo'ldi. Chaq. Bo'ldi fikam, ketdim bo'ldi. Mushundaligingizni bildim. Bo'ldi qiling. Men ketdim bo'ldi. Yo'lboshingizda ichiga so'zni qatmas deb ketdim fikam. Anda o'z keyin kelamsiz? Ya bo'ldi, hozir kelaychi fikam. Bir çakçak qilmang dedim va meni. Voy. Bu chaqchaq qilmang deysiz-ku. Sizga ayni vaqtga shunchalik yo'g'an toshchi 4 ming biri turib, endi hozir kunlikda mening oldimga kelib, meni elim deb kasingiz bilan chaqchaq qildi deyman-da, endi bu gapga ishonmayman-da, unda desangiz men ishongim kelmaydi-da bu gap. Ya ishining fikam, bu haqiqiy bo'lgan voqea. Bu voqeani deb bo'ldi. Bu voqeani deb bo'ldi. Yo'qmi, ikkinchi qismi. Ha, to'g'ri. Rost gap qilsam fikam, shu ashta kelgan, endi odammi shu omad kelganda o'zini tutolmay qoladi ekan. Ayni chaqda qo'limdan nurg'un necha million pul aylanib yuribdi fikam. Mana hozir men necha ko'yning cho'risi aylanib yuryapman. Odam pulni xarlasa, hamini pul odamni xarlab qo'ydi ekan jinim fikam. Endi buğday qo'noq savdosi qilsangiz, sit tugitib olsangiz, yana tersangiz kelar yil unidi ekan. Lekin men tosh bag'azir ozlab mangdi ekan. Oxir yo'q savdo ekan fikam. Şo'mishda payt kelganda sizdek igilik tikilgan shirkat qurgan yaxshi ish fikam. Ham bilim saposi ko'targan eng esil ish ekan. Odamda har qancha pul bo'lib fikam. Bilim saposi olmasa,
beyni eşekке okşap kaldı ki adam ukam. Ya, hayla sıfade süzeygen bakışsız var. Aynı vakitte aş pul diyenle aş kert sanıgandaki şarak sanıp saman nakı bir kadar hacaytınız pulunu hem bir kadar ötületem da Hem ukam şeytan azdırıp da şeytanın kendini şeytan azdırıp da şeytan azdırıp vay siz özünüz azır qaysi şeytanla kılışsınız şu şeytanı bir çakırıp gelin ana bir sorap bakay siz şeytanı azdırdınız mı şeytan sizni azdırdı mı sizde şeytan azdı mı de naynakla azdı de şeytan azdırdı haras Esiniz ben öyle bir katım bağmam etsem siz onu zorlap apağan öyle kişilik bezmekana sizler öyle çoğu dep atıvagan öyle cidal macranın olsa aşağıda kançak bunu sorup ettiniz siz Hem ukam yani qanda unutup qalay. Meni vayron qilganning birisi shu ukam. Ayni vaqtida men chapini va tashlab setib, chapini yo'q, yalang'och qizlar haydab yurib ekanman. Endi men gap qilsam o'rdoq kelmaydi ukam. Qizlar chetellik o'g'ach ko'zingizga oltinda ko'rinib ketganda bal qilib. Ya ukam endi naynaq ustoynab bergan ekan. Adam shu pulni tutib vash qistug'idek yalros, hammasi qistug'iz keladi ekan. Aşını qıstığan pulda aşıtınız kelganchada o'tin kömür yo'q, bichar g'irib g'urvali qıstığan bo'lsangiz, hem savob topdingiz, hem inovat topdingiz. Endi ukam ayni vaqtida ash naynaqligi pulni qistug'i vaqt atrofimizga o deb pasa ish o'xshaydi deb qistug'idek yalros qistirib turibdi. Endi qanday qilamiz ukam? Endi burun ash millionlik tashlarni ko'tarib olib ukam. Yançıkta bir pon yok, aç kalan küllerimle oylasam. Aşı 70 yaşka bağandek, küçük otumdan kağandek, bedellerim tükelleşip, galpaltıda yağandek, ofisime öfkamdan. Aynı vakitte ketken yoğançılıklarınız sizin ki. Pulunuzga işinip çoğun xotun, küçük xotun, oturancı xotun, keri xotun, bachki xotun, dede xotun deb xotunlaringizning jiqliga her bir qizbolaga birdan mehmonsaraydan yataqni ichib berib, yana yangidan qizbolaga uchirsa, oldin yataq ichmagan qizbolani unutib qilib, uni udulliq ko'chaga chiqib turib nurg'un to'p qo'shdingiz. Xotun bolalaringizning ahvozlari quloqmi saminaz jinim aka? Ezibdimi aka? Ezibdimi. Asli futbolchining notisi boshchi, Saudiyaning notisi tashchi deb qilib faxrlanib yuribdi. Mana sizga o'xshash az sondagi bir qism shu odamlar dastidan hozir tashchi, hammasi eski deb bir tarafga aytilgan bo'lib ketdi. Unda qilmanglar aka. Men yuzimizni ko'tarib yuridiganga, men maydimizni tikib yuridiganga, men bizning bir yosh qilib qo'yinglar. Bizga men 100 yil lozim bo'ladi. Endi ukam burun shu bazmixonda to'lg'ab, tashlarning inoatini bulg'ab yuribdi. Endi men desak o'rnoq kelmaydi ukam. Onun ustiga men sizga o'xshamayman ukam. Men o'xshash bir kechada beyib qolgan odamlar uchib tushimizni bilmay qoladi ekanmiz. Sizga o'xshash yurtimizga, markaziy shaharlarga haybat binolarni silib, shirkat qurib, xalqqa naf yetkazayotgan erkaklarimiz, go'harni saqtliq ishlatmay dunyoga tunishqi yuraklar yalqinjayotgan necha ming tash savdogar ichida men o'xshash bir ikki odam chiqib sizlarning nominglarni bulg'ab qo'yganimizdan intayin afsuslanman ukam. Sizga o'xshash xalqqa jon ko'ydirayotgan jafokay tashlarga men yuz kelmayman. Şu unda adam baldı qaytib chiqdingiz eslamayaga. Şu ukam, men bütün işlerimni tashlab ish kirdim. Tovuq yenib chiqiblar. Yana tovuq qilib namozni boshlab oldim-ku. Namozni boshlab oldim. Voy siz necha ming qatim boshlamsiz namozni? Men endi gunohni o'tkazib ayanda namozni boshlagan. Yanjiqida 4 tanga pul qolmagandikilar shafaq topini kiyib jaynamozga chiqib olgan. 4 tangani ortib topgandikilar jaynamozni cho'ritib ko'chaga chiqib ketgan. Yana pul qolmasa endi tovuq qilib namoz o'qidim deb. Tovuq qildim deb namoz o'qib bir kun ayon qarab o'qiydi bu namozni. Bir kun ayon qarab o'qiydi, bir kun ayon qarab. Bu namozga qilib qarab o'qimanda. Endi ukam necha yil kayf safar qildim, qozim bilan qilib qarayman. Demak, sizningki haqiqiy tovuq qilganingiz yo'q. Tovuq qilishingiz bu xato. Tovuq qilish usulingiz bu xato sizniki. Haras. Anlasam bir ayol sizning tashqi solgan mablag'laringizni qo'yib, nurg'un ta'zim bo'g'otdi deyshotdi. Lekin men ma gapiga qat'iy ishonmadim. Men siz bak esingizda men ishonmadim bu gapiga. Yafkan, ma gapga araz ishining. Bu haqiqiy bo'lgan vaqa. Bu vaqani deb bo'ldik, bayatni deb. Rost gapni qilsam, ukam tash qo'ylabmi ketdim, qayzga bog'labmi ketdim, qama o'ynab tutdim, vayrama bo'ldim ukam.
O siz qima o'ynab qutdim. Siz o'ynab qutmagan qaz qima qoldi hamda. Mushu qima sohasida xil nomingiz bo'lib qolsangiz, shijikanda hozircha. Mushu qaysi qimada bekrak tutadingiz, shuni bir depaqma. Endi rost gap qilsam ukam. Mushu sorimda qimada 10 qatim turibdi, bir qatim yo'q deb pasaq siyalchi tutib oladi ekanmiz. Men qiz bola qimasi faqat kelmaydigan, turadigan qima ekan ukam. Ashla o'tib ketdim. Asli endi ashundaq riyozatlarni tartibsiz. Pulni topgan chaqda o'zingizni tutilib, mana shu qaytib chiqsangiz to'g'ri bo'ladi asli. Endi shu men burunli qaytib chiqmoqchi edim ukam. Rost gapni qilsam, yana bir qiz bola chetib qilib, Endi qiz bolaga? ya pul tepirtishmi menga? Ha. Qanday pul tepirtdi? Baza o'ynaydi. Baza o'ynaydi? İlip be! Ben hakkın yaş koyu ilip bana sepirti deyme. Mahkem hakasatı şemertici ma. Ama manın istiliki gibi fıkam gep doğru kemmeydi o. Gep doğru kemmeydi o. Bakaram fıkam. Mış akızalı var o. Mış hakkın yanç koyduk portmal demsiz. Mış közeynek demsiz. O tutulsun. Jübürep git bak adamın ayağını çandolmay saldırın alaydı. Mış bir kıtım bağı fıkam bir boksör oynayıp gekirsem bir boksörçünün peline çandolmay saldır bile. Absma bir vurup karşı taraftan çıktı gidip üşüp gitkin deyme. Dehşet çemer tavu. Siz işenmezsiniz ha onunla. Yaman tavu. Ya o özüm tutup kalmaydıgan bir yaman bir kız olaydı ya. Vay fıkam tutup kalkan bile beraber sakçılık koyuyordu de. Saksılık koyuyordu de? Sakçılığıyla şirk mi tutuz? Yok yapma kımıkana. Biz şu o kız balaga kara. Ma 5-6 aylık, 7-8 aylık olan küçük ballarını icari getirdik. Kalktın balasını icari kalısılar. O ben size telefon çıkıp, en çıkıp kola vurdu, sakçılık tutu varsa küçük balası varken de koyuyordu de. Lakin adı siyaset çıkılış gitti, fıkam o işten açık kıkın olmaydı. Ama dehşet şemerti, onsam yakın tüm kırıp kaldı canı. Yana hocam optimiş, yaman değil mi abi? Demek sizin? Ne buldunuz? Ya işime, pakıt kıtınız ürküm, cakırıp getsek skerge okşaydı. Demek sizin toğuk kılış usulunuz mu toğru? Ama sizin çin niyetinizin toğuk kılınız yok. Siz kımıgan şu iş kağınmam da. Ben sizge okşayıp bizim dışında esil edenlerimiz bağıqaçka, işkirip alsak tozsak taksi toxtamaydı, yatıl desek yatak yok. Koç yapsak çıksak, kudu bir melezden kaçkandak taraf kaçıdı. Açıkı işkirde capa tartıp, soğudukla pul tepe atkalım mı, açtım koşaplam kulu içi de ötümüz. İşkirde emmesi ondan eski emez. Açtı aşkhana açtı, pul taptı. Capa tartıp pul taptı. Bak kayıt çıkıp şirketlerini kurdu, binalarını saldı, nurgun edemlerini iş orlaştırdı, hayır sakavat işlerini kıldı. Aynı vakitte siz kapak kalınızı işletken bolsunuz. Aşırı kılganın, men kılganın, onun neslini aşırı kılalaytınız. Taşçının yüzünü tökmeytiniz. Öyle oturup kotun ballarınızla dikkatle bakalaytınız ballarınızda. Bu gepinizga to'g'ri afkam. Men shunga xotin baldarimga menga yuz kelanmayman. Ularga umrlik qazda afkam. Voy. Endi to'g'ri aytibsiz dasiz. Men rost gapni qilsam, ayolimning yuziga, baldarimning ko'ziga menga qarayolmayman afkam. Afkam. Men o'tilib qolay, menga bir yordam qilib o'ting. Men qo'shilay, menga bir yordam qiling ajinim afkam. Tamam. Necha pul lazım? Yo'q. Men pul kerak emas afkam. Ortiq pul odamni yo'ldan chiqarib qo'ydi ekan. Dostlar, bu şirketinizden tazlık kıldığın iş olsun, bana bir belgem bolsunuz. Jirakten bolsun, baldırımını bir körüp tuğan bolsam deyim.
ichkariga qochib ketdi. Nima? Ichkari qochib ketdi? U endi de 15 yoshga kirgan tursa. Unutib qoldingizmi? Sizni ayni vaqtda nurg'unlagan 14-15 yoshli kichik qizlarni yo'ldan chiqargan. Qaraganda bu o'tni olam o'xshaydi. Voy rahmat balam, rahmat. Kichik o'g'lim. Voy rahmat. Rahmat. Voy rahmat. Er kishi belni bog'lasa, haqiqiy erga o'xshaydi ekan, rahmat.